O'zbekistonda tanish-bilishsiz yoki porasiz ish topish qiyin deb o'ylaymiz. Bu haqiqat, lekin doim ham emas. Nima bo'lgan taqdirda ham ishni avvalo mustaqil qidirib ko'rish kerak. Bu bilan baribir hech narsa yo'qotmaymiz. Ushbu videoda sizga ish topishda yordam berishi mumkin bo'lgan ba'zi maslahatlar bilan bo'lishaman. Ish qidirishni boshlashdan avval o'zingiz uchun rezyume yoki inglizcha aytganda CV tayyorlab oling. Siz qayerda va kim bo'lib ishlamoqchiligingizdan qat'iy nazar, menejermi yoki farroshmi, rezyumega albatta ega bo'ling. Ish beruvchi uchun rezyume, qo'pol qilib aytganda, sizning umuman o'quvsiz emasligingizni isbotlovchi birinchi dalil hisoblanadi. Rezyumening rasmiy belgilangan shakli bo'lmasa-da, u qanday bo'lishi kerakligi haqida bosh qotirishning hojati yo'q. Shunchaki Google ga rezyume yoki CV deb qidirib bersangiz, bugungi kunda keng tarqalgan rezyumening o'nlab namunasi kelib chiqadi. Buni Microsoft Word yordamida noldan tayyorlashning ham hojati yo'q. Hozirgi kunda rezyumeni tayyor holda keltirib beruvchi o'nlab veb sahifalar mavjud. Masalan, jobportal.uz veb sahifasida rezyumeni o'zbek, rus va ingliz tilida oson va bepul tayyorlab olasiz. Kerakli ma'lumotlarni kiritganingizdan so'ng, tayyor rezyumeni PDF shaklida kompyuteringizga yoki mobil telefoningizga yuklab olishingiz mumkin. Rezyume yaratishda 3 ta asosiy qoidaga amal qiling. Birinchisi, rezyume qisqa va lo'nda bo'lishi kerak. Iloji bo'lsa 1 betdan oshmasin. Chunki ish beruvchi yuborilgan o'nlab balki yuzlab rezyumelarni to'liq o'qib chiqmaydi. U asosan birinchi betdagi asosiy ma'lumotlarga e'tibor beradi xolos. Ikkinchi qoida, yolg'on yoki bo'rttirilgan ma'lumotlar berishdan tiyiling. Masalan, til bilish darajasi haqida aldasangiz, ish beruvchi bilan suhbat davomidayoq bu sizni noqulay ahvolga solib qo'yishi mumkin. Va so'nggisi, rezyumeni ish beruvchiga doim PDF formatida jo'nating. Qo'lyozma yoki Word shaklidagi rezyumelar hozirda noprofessional hisoblanadi. Xo'sh, ishni qayerdan qidiramiz? Eng avvalo, ish e'lonlari portalidan. Google orqali mamlakatda vakansiyalar joylashtiriladigan veb sahifalarni toping va har birining veb sahifasiga tashrif buyurib, o'zingizga mos e'lonlarni qidirib ko'ring. LinkedIn kompaniyalar va ish beruvchilarga mo'ljallangan hozirgi kundagi eng katta ijtimoiy tarmoq hisoblanadi. Unda ish beruvchilar bo'sh ish o'rinlarini e'lon qilishi va ish izlovchilar e'lonlar bo'yicha rezyumelarni yuborishi mumkin. LinkedInning yana bir afzalligi, siz nafaqat O'zbekistondagi, balki boshqa mamlakatlardagi ish o'rinlariga ham rezyume yuborishingiz mumkin. Facebook mobil ilovasining Marketplace sahifasida alohida ish e'lonlari kategoriyasi bor. Bu yerdan o'zingizga mos ish e'lon topsangiz, mobil ilova orqali ish beruvchiga to'g'ridan-to'g'ri rezyume yuborish imkoniyati bor. Bundan tashqari, Facebookda vakansiyalar joylashtirilgan turli xil guruhlar mavjud. Bu guruhlarni topish uchun qidiruvni o'zbekchadan tashqari ruscha so'zlar bilan ham sinab ko'ring. O'zbekistonda ish e'lonlari joylashtirishda Telegram ham tobora ommalashib bormoqda. Faqat bunday kanallarni topish uchun qidiruv so'zlarini to'g'ri tanlash kerak. Bu yerda ham qidiruvni ham o'zbekcha, ham ruscha so'zlar bilan amalga oshiring. Yana bir usul ish beruvchi bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'lanish. Deylik, siz ishlashni xohlaydigan firma bor. Lekin ushbu firma hozirda siz kabi xodimga muhtojmi yoki yo'qmi, xabaringiz yo'q. Shunday paytda firmaning email manzili yoki telefon raqamini topishga harakat qiling. Bunda sizga Google yoki yellowpages.uz ma'lumotlar bazasi yordam berishi mumkin. Agar firmaning emailini topsangiz, o'zingiz va nega bu firmada ishlamoqchi ekanligingiz haqida qisqa xabar yo'llang. Imkoni bo'lsa, xabarga qo'shib rezyumeni ham yuboring. Agar firmaning emailini topa olmasangiz, ish kunida, yaxshirog'i tushlikdan so'ng telefon qiling. O'zingizni tanishtiring va ushbu firmada ishlash niyatingiz borligini ayting. Imkon tug'ilishi bilan suhbatga chaqirishlari uchun telefon raqamingizni qoldirmoqchi ekanligingizni tushuntiring. Agar firmaning emailini ham, telefon raqamini ham topa olmasangiz, uning ofisiga shaxsan borib rezyumeni qoldiring. Firmaga xabar yuborish, telefon qilish yoki rezyumeni shaxsan olib borib berishdan uyalmang va ikkilanmang. Bo'sh ish o'rni bormi yoki yo'qligini so'raganingiz uchun hech kim sizni kallangizni olmaydi. Aksincha, ish beruvchi o'sha vaqtda aynan siz kabi xodimni qidirayotgan bo'lishi mumkin. Ikkilanish orqali siz o'z shansingizni yo'qotasiz xolos. Va so'nggisi, ishni tanishlar orqali qidirish. Siz ishlamoqchi bo'lgan sohada
biror do'stingiz ishlaydimi? Yoki u ishlayotgan firmada sizga mos bo'sh ish o'rni topilishi mumkinligiga ishonasizmi? Unda do'stingizga ijtimoiy tarmoq orqali yoki telefonda ish qidirayotganingizni, agar u ishlayotgan firmada bo'sh ish o'rni haqida eshitsa, sizning rezyumengizni kadrlar bo'limiga berib qo'yishni iltimos qiling. Unutmang, ish qidirish bir kunlik proses emas. Buning uchun har kuni eng kamida 1-2 soat vaqt ajrating. Internetdagi yangi e'lonlarni tekshiring, yangi potensial firmalarni toping va ularga xabar yo'llang. Va nihoyat, sizni biror firmaga suhbatga chaqirishdi. Agar siz e'lon bo'yicha suhbatga chaqirilgan bo'lsangiz, o'sha e'lonni toping va kandidatga qo'yilgan talablar, ishning mazmuni va o'sha e'londagi boshqa ma'lumotlar bilan yana bir bor tanishib chiqing. Ilojini topib, firma haqidagi asosiy ma'lumotlarni bilib oling. Ya'ni u firma nima bilan shug'ullanadi va hokazo. Suhbatga juda erta kelmang. 15 minut oldin kelish kifoya. O'zingiz bilan bloknot va rezyume olib oling. Ish beruvchi bilan suhbatda berilishi mumkin bo'lgan savollar, ularga qanday javob berish va o'zini qanday tutish kerakligi haqida internetda, xususan YouTube'da yuzlab instruksiyalarni topish mumkin. Xullas, suhbatga albatta tayyorlanib keling. Ish topishda quyidagi maslahatlarga alohida e'tibor bering. Birinchidan, rezyumeni har bir ish e'loniga moslab keyin jo'nating. Ish joyiga aloqasi bo'lmagan tajriba va ko'nikmalaringizni rezyumedan chiqarib tashlang. Masalan, hamshira qidirayotgan ish beruvchiga sizning qachondir ofitsiant bo'lib ishlaganingiz yoki tikuvchilik mahoratingiz qiziq emas. Unga aynan sizning tibbiyot sohasidagi tajriba va bilimlaringiz muhim. Ishni imkoniyatlaringiz darajasida qidiring. Ish beruvchi talab qilgan tajriba yoki maxsus bilim sizda yo'qmi? Demak, u e'longa reaksiya bermang. Maosh borasida ham o'zingizni keragidan ortiq baholamang. Mamlakatda siz kabi xodimlar o'rtacha qancha ishlab topayotganini internetda osongina bilib olish mumkin. Masalan, ishhaq.uz portalidan. Ish qidirish jarayonida yoki ish beruvchi bilan muzokara vaqtida sizning maosh borasidagi noto'g'ri tasavvuringiz sizni potensial ishdan mahrum qilishini unutmang. Ish beruvchi bilan suhbat davomida sizning qancha maosh xohlashingizni so'rashsa, aniq javob bermang. Maosh miqdorini ish beruvchining o'zi taklif qilishini va shunga qarab o'ylab ko'rishingizni ayting. Agar ish stajingiz kam yoki umuman yo'q bo'lsa, o'zingiz yoqtirgan ishda kamroq maoshga ham rozi bo'ling. Bunga vaqtinchalik investitsiya sifatida qarang. Yetarlicha tajriba to'plaganingizdan so'ng, maosh borasida ish beruvchi siz bilan hisoblashga majbur bo'ladi. Ishsiz yurgan vaqtingizni bekorga o'tkazmang. Xorijiy til, kompyuterdan foydalanish, shu kabi kerakli bilimlarni olishga harakat qiling. Ish beruvchi kandidatlarni avvalo rezyumega qarab baholashni unutmang. Rezyumeda siz egallagan bilimlar qanchalik ko'p bo'lsa, tabiiyki ish joyi uchun raqobatda sizning imkoniyatlaringiz shuncha ko'p bo'ladi. Ish qidirishda maksimal moslashuvchan bo'ling. Agar taklif qilinayotgan maosh, ijara haqi va yashash uchun kifoya qilsa, boshqa shaharga ko'chib o'tishni ham o'ylab ko'ring. Hozirgi kunda ish joyi sabab yashash manzilini o'zgartirish normal holat hisoblanadi. Yangi muhit sizga nafaqat professional sifatida, balki inson sifatida ham o'sishingizga yordam beradi. Xulosa qilib aytganda, ish topishda avvalo o'z kuchingizga ishoning va yuqorida eslatib o'tilgan imkoniyatlarni ishga soling. Eng muhimi sabrli bo'ling. Ba'zan ish qidirishdagi harakatlaringiz hatto bir necha oy siz kutgan natijalarni bermasligi mumkin. Bu nafaqat O'zbekistonda, balki rivojlangan mamlakatlarda ham normal holat. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, umidsizlikka berilmang va o'z ustingizda ishlashdan to'xtamang. Ayniqsa, xorijiy tillarni o'rganishga alohida e'tibor bering. Chunki birgina xorijiy til sizni ish topishdagi, xususan yaxshi ish topishdagi imkoniyatingizni bir necha barobarga oshiradi. Omon bo'ling.